uyida ayollariga xunuk muomalada bo'layotgan yomon erkaklarga insof bersin. Ummat ayollariga nisbatan qo'pol bo'lmaydi asli. Unutmanglar shuni. Masjidga kirib olib, sipo bo'lib, muloyim bo'lib o'tirib, ko'cha handoni, uy zindoni bo'lmaydi musulmon odam. Erkak ayollariga qo'pol muomalada bo'lmaydi, zolim bo'lmaydi, ziqna bo'lmaydi, injiq bo'lmaydi. Tuzi past bo'lib qolgan bo'lsa ham indamaydi ovqatini. Ovqatni ichidan chachqisa ham indamaydi musulmon erkak. Men bu ovozimni baland qilib gapirishim sababi juda ko'p musulmon ayollar ko'zida yosh bilan yashayapti hayotda. Qanday erkak bo'ldik biz? Xudodan qo'rqaylik. Xudodan qo'rqing shunday erkak. Yig'ishtiring injiqligingizni. O'zingizni tarbiya qiling. Xudodan qo'rqing. Chiroyli muomala qiling, erkalating, o'ynatib olib yuring. Shunday eram bor ekan dunyoda desa, bizdan yayrasin. Ey er deydi, ey erkak deydi. Sen uyga kirsang bayram bo'lsin deydi. Motam bo'lmasin, biz uyga kirsak bayram bo'lsin. Buning uchun yaxshi dada bo'lishimiz kerak. Yaxshi opa-dada bo'lishimiz kerak. Yaxshi er, yaxshi amaki, yaxshi tog'a bo'lishimiz kerak. Shunda lekin bir xonadonimizga kirsak, keyin uyda bayram bo'ladi. Rasululloh alayhissalomning sunnatlari bu. Eng iymoni baquvvat ummatim deganlar. Ayollar bilan husn-u xulqda, odobda muomala qiladigan ummatim deganlar. Alloh barchalarimizni ayollarimizga nisbatan mushfiq, mehribon, rahmdil bo'lishimizni Alloh hammamizga nasib qilsin. Alloh ikki dunyo saodatini hammamizga nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azaban nar. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan.